Bugun sizlar bilan qabziyat haqida gaplashamiz. Kommentariyalarda juda ham ko'pchilik savol beryapti mana shu qabziyat haqida. Shuning uchun bugun qabziyat haqida ma'lumot beraman. Qabziyat demak, bir haftada 3 martadan kam ich kelishi, qorin dam bo'lishi, qorinda og'riq bo'lishi, qonda axlat bilan kelishi, bu kasalliklar hisoblanib, uni asosiy keltirib chiqaradigan sababi birinchi navbatda kam suv iste'mol qilishingiz. Ikkinchi o'rinda tolali sabzavotlarni kam iste'mol qilishingiz, kam harakatlilik ofisning rabotniklarda, shofyorlarda, chevarlarda uchraydi. Undan tashqari gormonal preparatlarni ko'p iste'mol qilish, masalan gemoglobinni ko'tarish uchun temir preparatlari, asab sistemasini yaxshilash uchun antidepressantlar, ozish uchun gormonlar, oshqozon ichak sistemasidagi muammolar va oshqozon ichak sistemasidagi mikroflorani buzilishi, ya'ni disbakteriozlarda, homiladorlarda mana shu qabziyat kasalligi bo'ladi. Buni belgilari qabziyat bo'lishidan tashqari terilardagi turli xil toshmalar, charchashlar, qorinda og'riq, og'izdan noxush hid kelishi, bosh og'rishi, immuniteti pastligi bilan ham xarakterlanadi. Qachon vrachga, shifokorga murojaat qilish kerak? Agar bir haftadan oshiq, bir hafta 10 kunlab yuradigan insonlar, qorinda qattiq og'riq bo'lsa, vesingiz kamayib ketadigan bo'lsa, axlatda qon ko'rinadigan bo'lsa, tezlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Birinchi navbatda davolash uchun ovqatlanishingizni to'g'rilashingiz kerak. Lavlagi, ya'ni qizilcha, olma, nok, qora olxo'ri, suli bo'tqasi, ya'ni ovsyankalar, chiya urug'i, zig'ir urug'i, kefir, oshqovoq, sabzi va boshqa sabzavotlar. Endi cheklash kerak nimani? Oq unli mahsulotlarda turli xil pecheniyalar, shirinliklar, oq nonlar, bo'lichkalar, gazli napitkalar, bularni to'xtatamiz. Yog'li ovqatlar, o'ta qovurilgan ovqatlar, o'ta achchiq ovqatlarni to'xtatamiz. Suv rejimini to'g'rilashingiz kerak. Har 1 kilogramm vazningizga 30-40 milligram suv ichishingiz kerak. Misol uchun 70 kilo bo'ladigan bo'lsa 2 litr 100 gram. Qishda 2 litr 800 gram, yozda suv ichishingiz kerak. Undan tashqari harakat, yurishlar, agar vaqtingiz bo'lsa fitnesslarga boring, vaqtingiz bo'lmasa hech bo'lmasa ofisda turib ham harakat, mashqlar ozgina 5000 metr yoki o'sha 10,000 qadam shularda qaniydi agar shunaqalarda yuralsangiz, agar yurishda iloji bo'lmasa ozgina harakat yoki yurishlar bilan shug'ullanishimiz kerak. Davolash uchun yana ertalabda o'sha iliqdan issiqroq bo'lgan suvni 700-800 gram suvni ichishingiz kerak. Buningga ichgan paytingizda albatta 1 osh qoshiq zaytun yog'ini tavsiya qilaman. Chunki bu o'tni juda ham yaxshi haydaydi. O't haydagandan keyin turli xil yog' go'shtlarda o't suyuqligi chiqib, 12 barmoqli ichakka chiqib, hazm jarayoni yaxshi bo'ladi. Bu ham qabziyatni yo'qotib beradi. Undan tashqari 1 stakan issiq suvga chiya urug'ini 1 osh qoshiq chiya urug'ini solib 1 stakan suvga solgandan keyin uni dimlab ivitib qo'yasiz va 1 soatdan keyin uni ham iste'mol qilib olasiz. Bu ham ozish programmasi uchun, ham qabziyat ichak programmasi uchun. Undan keyin uxlashdan oldin 1 stakan qatiqqa 1 osh qoshiq chiya, 1 osh qoshiq zig'ir, 1 osh qoshiq zaytun yog'ini qo'shib uxlashdan 1 soat oldin ichishni tavsiya qilaman. Va albatta turli xil mana bu tozalovchi preparatlarimiz, surgi dorilarimizdan vaqtincha ichib turishingiz mumkin. Tabiiy o'tlardan tayyorlangan surgi dorilardan, magniy sulfat ichishingiz mumkin, aptechniy preparatlardan, bisakadil ichishingiz mumkin, sinodeksin ichishingiz mumkin yoki ichaklarda maxsus tozalov klizmalarini qilishingiz mumkin. Hozirgi kundagi o'sha zamonaviy gidrokolonoterapiya bor, maxsus sentrlarda bor. Bu bilan ichingizni yuvishingiz mumkin. Bular doimiy emas. Bu davo emas o'rtoqlar. Bu bilan har bir juda qiynalgan paytingizda qilingda, lekin agar u xirurgik holat bo'lsa, albatta uni tekshirtirib, vrach bilan maslahat qilgan holatda kerak bo'lsa, o'sha ba'zida tug'ma ichakda uzunligi bo'ladi. Bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa yoki ular sekin-sekinlik bilan dalixa segmaga aylanib ketadi. Ya'ni ichakda ma'lum bir qismi ishlamay qoladi. Buni albatta kolonoskopiya qilib, maxsus gastroenterolog vrachlaringizga uchrab, kerak bo'lsa operatsiya ham qilish kerak bo'ladi. Va qolgan mana bu chora-tadbirlarni qo'llasangiz, to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri harakatga amal qilsangiz, qabziyatdan qutulib ketishingiz mumkin. Yanada to'liqroq ma'lumot berish uchun kommentariyada 7 so'zini qoldirsangiz
To'liqroq ma'lumot beraman. Obuna bo'lishni unutmang, kuzatishda davom eting.